Hello hammaga. Bugungi video bomba bo'lishi aniq. Sababi bugungi videoda hozirgi vaqtda eng bo'yi uzun darvozabon Dmitrovich Savichni full qilamiz. Bo'yi ham naqd 202 sm, qirturadan 2 sm baland. Qani let's go boshlaylik. Birinchi kuchaytirgich uning to'pni yaqindan qaytarishga tushdi. Qani shunaqa full qilsak juda ham zo'r full bo'ladi. Ikkinchi kuchaytirgich ham pastiga tushdi. Yana kuchaytirgich bu safar tepasiga berdi. Tepasi bu to'pni uzoqdan qaytarishi. Yana pastiga berdi. O'zi bu Dmitrovich Savich serbiyalik darvozabon, juda ham zo'r. U juda ham ko'p sevishlar qilgan. U DS24 da 73 reytingli edi. 3 reyting yuqorilabdi. Keyingi DS26 yoki DS27 larda sark karta bo'lsa kerak. Kuchaytirgichlarimiz yetmaydi, ammo bu yoqda olmoslarimiz ham bor. Kuchaytirgichlar tugasa olmoslarni ham ishlatamiz. Kuchaytirgichlar ham tugay deb qoldi. Undan bitta 80 ko'rdik, pasini ham 80 plus qilish kerak. O'zi darvozabonlarning pasi va yuqorisi, pasi va tepasi teng bo'lsa juda ham ideal bo'ladi. Yana tepasiga berdi. Yana bu safar pastiga. Past 77 bo'ldi. Kuchaytirgichlar ham oz qoldi. Hmm. 78 bo'ldi pasi. Yana kuchaytiraylik. Pasi 79. Tepasiga yetay deb qoldi. Endi olmoslarni ishlatamiz. Va Dmitrovich Savichdan 80 plus daraja ko'rdik. Bo'ldi, bu pishdi. Endi tepasi va pasi teng bo'lmaydi. Bo'ldi. Chatoq bo'ldi shu Brexit berilgani. Seksen besh daraja. Bu so'nggi kuchaytirgich bo'lsa kerak. Yo'q. Yana bitta kuchaytirgich. Va bu so'nggi kuchaytirgich. Va Dmitrovich Savich full holatda. Qani buni eslash uchun rasmga olib qo'yaylik. Mana olindi. Wow, zo'r kuchaydi. Lekin ammo tepasi va pasti teng bo'lmadi. Hech nima qilmaydi. O'zi bo'yi uzun darvozabonlar penaltilarda zo'r qaytaradi. Sizlar bilan xayr.